Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünyanın arkası yerlerdeki aziz kırındaşlarım, hemmenizlerge Allah'ın güzel salamları ve rahmeti olsun. Uluq Ramazan ayınızlarga tekrar mübarek olsun. Allah subhanahu ve taala şu uluq ay, uluq günlerde ve bunun keyinki hayatımızda fakat yaxşı amellerini kıladigan, yaxşı sözlerini kıladigan, düşmanımız Xitoy tajovuzchilariga qarshi yaxshi kurashlarni, inqiloblarni olib boradigan, tirishchanlik ko'rsatadigan yaxshi kishilardan, mo'min kishilardan qilsin. Bu videoda yani neçe yıllardan beri davamlaşıp kelayotgan yılda bir qatim ya bir ikki qatimlik özünün zehrini çiçip halkımız arasıga bir fitne basat teriydigan, ko'ngillarni g'ash qiladigan, zaharxanda, axloqsiz, tarbiyasiz, hayosiz kishilarga qarata ikki yig'iz so'z qilmoqchiman. Bu kishilarni qanday tasvirlasak az. Qanday tasvirlasak bularga ozlik keladi. Nimishqa ozlik keladi? Chunki hozirgidek vaziyatda, yani hammamiz hozirgi vaziyatni yaxshi bilamiz. Vatanimizning ma'lum bir yerlarda turib, o'zining hayotini xatarga etib turib, chet elda bo'layotgan ishlarni kuzatib turayotgan ba'zi bir qarindoshlarimizning bizga yo'llayotgan uchurlarida nimalarni deydiganligini bilamsizlar. Ular deydiki, chet elda yashayotgan Uyg'urlarga erkinlik, kengchilik, go'min qilib ketibdi, ziyon qilibdi, aks ta'sir beribdi. Bular erkinlik patmay qolibdi. Nima uchun o'zaro jidal-majara qiladi? Nima uchun o'zaro talash-tortish qiladi? Bir-birisining ko'nglini ag'ritadi? Nima ishga hammasi butun zihniyatini Xitoyga qaratib, bizni qutqizish uchun harakat qilmaydi? Nima ishga o'tirib bitta basatlarni teriydi, o'zaro jangi jidal qiladi, bo'lgunchilik qiladi? degan uchurlarni qildi. Va undan boshqa sizlar chet elda nima ish qilyapsizlar? Bizni qutqazmamsizlar, biz tugab ketib boramiz, yo'q bo'lib ketib boramiz. Sizlar nima ish qilyapsizlar deydi. Bu savollarga qarata hammamizga bir qayliqlarga bir javob yo'q. Hech kim bunga javob bermaydi. Hammamizning qilgani yetarli emas. Har birimiz o'zimizdan so'rasak, bizning qilayotganimiz hargizmi yetarli emas. Yaxshi qila olmayotimiz. Lekin yana davomli tirishchilik ko'rsatishimiz kerak. G'alaba qilolmasak, Xitoyning bu zulmini to'xtatmasak yoki vatanimizni darhol mustaqil qilolmasak, o'zimizning ko'nglini g'ash qilib olsak bo'lmaydi. Bizningki g'oyamiz faqat o'zimizning haqqini qo'g'dash, haq uchun, adolat uchun kurash qilish, mujodala qilish. Mayli biz yengayli, yengmayli, mag'lub bo'layli, nima bo'lishidan qat'iy nazar o'zimizningki haq huquqlaridan, erkinlikdan voz kechmaslik. Mana shunday sharoit ichida yana o'ziga munosabatsiz bo'lgan, hatto o'zi Xitoyga qarshi hech qanday ish qilmaydigan, faqat yilda bir necha qatim o'tirg'a chiqib yoki videoga chiqib, o'tirg'a o'zi bilmaydigan masalalar ustida qon zardob bilan axloqsizlarcha, hayosizlarcha, og'zini buzib o'ziga yarashmaydigan, har xil qalaymagan so'zlarni qiladigan bir ayol, bir ikki er kishi bor. Bularga radiya berishning hech qanday foydasi yo'q. Bularga gap ta'sir qilmaydi, yaxshi gapni anglamaydi. Bular maxsus tarbiyalangan kishilar. Biz shuning uchun bularga radiya bermaymiz. Xalqimizga, o'zimizning qarindoshlariga, hamshirlarimizga bundoq kishilarning hammasi o'ttirdi. Bularni Alloh jazosini bergan kishilar. Chiroyi qarsa odamning qarg'isi kelmaydi. Videoga yoki rasmga qarsa ko'ngil ilishadigan kishilar. Ko'nglim ilishib ketadi mening ashulalarning chiroyi qarab vaqtimda, rasmini ko'rgan vaqtimda, videosini ko'rgan vaqtimda. Lekin men ularning videosini hargizim ko'rib sanmayman. Undaq kishilarningki Facebooklarini qarjizimga ketib qo'ydaman. Ularning videolarini ko'rish ularga yordam berganlik bo'lib qoldi. Ularning videosini ko'rgan kishilar necha kunlab uxlay olmaydi, kasal bo'lib ketadi. Ular ne axloq, ne tarbiya, ne sharmi, hayo, iymon yo'q. O'zi bilmaydigan masalalar ustida qarg'ulachi, haqni haqorat qilishdan boshqani bilmaydi. Mushularning videosini taqtiyotgan, mayli WhatsApp, Facebook, YouTube taqtiyotgan qarindoshlarga gunohkor bo'lib ketisizlar. O'zimizning xalqining ko'nglini bearam qilib, xalqimizning ko'nglini og'ritib, o'tirib da'talash bitta basat tarqitib. Sizlarning olgan foydalaringiz nima? Bundan narsani qat'iy taqatmanglar. Va shunga o'xshagan o'zimizning haqqini qo'g'dashni o'rganib olishimiz kerak. Mustaqillikni avval o'zimizdan boshlashimiz kerak. O'zimizning haq huquqini, izzat, obro'yini qo'g'dashni o'rganib olishimiz kerak. Mazlumningki sukut qilishi zolimning zulmini oshirib o'tadi. Zolimning haddini oshirib o'tadi, haddini eshib ketadi. Ular o'zini bilanmay, chaqlayolmay, mendek odam yo'q, mendek so'zlaydigan odam yo'q, mendek huquqdor, mendek cho'ng odam yo'q, mendek kuchli odam yo'q, hech kim menga radiya berolmaydi, hech kim menga qarshi gap qilolmaydi deb o'zini cho'ng o'ylaydi, cho'ng chaqlaydi. Shuning uchun biz har bir kishi qo'li kerak bo'lsa qo'limizdan kelishicha yozma orqali
veya ki video arkalık veya ki başka bir şekilde undaki kişilerge radiye berişimiz gerek. Videolarını takatmasligimiz gerek. Kat'i kömesligimiz gerek. Mana bir neçe hemşehrilerimiz uçur kıldı, bazıları körüştü. Şu videonu köygenden keyin, yani şu hemşehrilerimizge hakaret kılgan videolarını köygenden keyin psixik kesel olup ketdik, uxlayamadık. Muşundaq hakaret bulamdı. Bizning ahvolimizni ular tushunmay turdi, mishqi bundaq deydi. Yordamni ular taqib atamdi. O'zining yanchug'idan chiqarib bizga yordam qilib atamdi. Yoki bizningki ahvolimizni bizdan bir uyda yashab beribdimi? Degandek har xil so'zlar bor. Nurg'ulg'an qarindoshlarimiz shu kishiga beddua qilyaptilar. Zaten Allah subhanahu wa taolo ularning jazosini bergan. Shuning uchun ularning qalblari pechatlangan. Ularning ko'zlari pechatlangan. Ularning qalblari erimaydi, ko'zlari haqni ko'rmaydi. Quloqlari pechatlangan, haqni anglamaydi. Eg'izlari pechatlangan, haqni so'zlamaydi. Axloq bilan go'zallik so'zlamaydi. Faqatla axloqsiz gaplar chiqadi. Allah ularning jazosini beribdi. Endi biz o'zimizning haqqini qo'llashimiz kerak. Yoki ularningki devatgan şu axlat gaplarni axlatdan o'tib o'tishimiz kerak. Qat'iy ko'rmasligimiz kerak. Burun shunday bir ish bo'lgan. Bir zolim kishi bir diniy olimni istab, hamma kishi hurmat qilgan bir olimning qishig'i berib, men qanday qilsam yaxshi amal qila olaman, qanday qilsam Allohning roziligiga erisha olaman degan vaqtida sen qo'pmay uxlasang, sen savob bo'ldi degan ekan. Nimishqa? Chunki u zolim bo'lganligi uchun faqat haqqi zulm qilishni, xalqning ko'nglini og'irtishni, kuchi yetsa qo'li bilan boshqalarga zarar berish, kuchi yetmasa eg'izi bilan zarar berish, g'iybat shikoyat qilish, bo'hton qilish, haqqa haqorat qilishdan boshqani bilmagandan keyin sen uxlasang, boshqalarga ziyon yetkazolmaysa, shuni ozroq gunohkor bo'lsa, shu uxla degan ekan. Shuning uchun mushunday kishilarcha bular zaten qaraydigan bo'lsak, yillardan beri Xitoyga qarshi qilgan bir ishini ko'rolmaymiz. Fakat bölgünçilik, fakat urush jidal, fakatla haqorat, til haqorat. Buningdan boshqa narsa qo'ldan kelmaydi. Kishilar bularga yerginadi, ammo o'zini his qilolmaydi, o'zini bilolmaydi. Shunga oxir deydiganim, butun qarindoshlarimiz, mayli er bo'layli, mayli ayol bo'layli, o'zimizning haqqini tekrar qo'g'dayli. Qaysi shaklda bo'lsin qo'g'dayli, o'zimizning qo'g'dashini o'rganayli. Men chiqsam xalqimni haqorat qilamdikin. Bevosita menga hujum qilamdikin. Mening yuzim to'kilib ketamdikin. Mushu sarang bilan tang bo'lsam, boshqalar meni ayblamdikin deb hammamiz sukut tursa, ularning kibri texim eshib ketadi. Ular o'zini texim bilinmaydi. Hadini eshib ketadi. Kibrimi eshib ketadi, zulmimi eshib ketadi, salgan fitna bosadimi, hadini ziyada eshib ketadi. Shuning uchun boshqalarning chiqishini saqlamaylik. Bir qahramonning chiqishini saqlamaylik. Hammamiz o'zimiz fidokorlik ko'rsataylik. O'zimizni fido qilaylik. Mushunda kichik ishlarda o'zimizni fidokorlikqa yetaklayolmasak, kichik ishlarda o'tirib chiqolmasak, hargizmi cho'ng ishlar qila olmaymiz. Hargizmi kelgusida jinimizni berolmaymiz, millimizni berolmaymiz, o'zimizni atayolmaymiz. Butun o'zimizning bor narsasini, hamma narsasini haq uchun, adolat uchun, Alloh uchun ataylik. Butun asiyatimizni, butun kuchimizni Xitoyga qarshi ishlataylik. O'ttirg'i boshqalarning fitna bosib bo'lgunchilik va boshqa qalamqonchilik tug'dirishiga yo'l qo'ymaylik. Biz erkinlikka chiqib, o'tanikilarning deganiga o'xshash erkinlikka chiqib, erkinlik bizga ziyon qilib, aks ta'sir bilib, erkinlikka biz yarasholmay, o'zimiz bilan gaplashadigan, xalqning kiyimi bilan gaplashadigan, xalqning yana birimiz bilan gaplashadigan, unda ishni qat'iy qo'yaylik. Hammamiz o'zimizning ishini yaxshi qilaylik, yaxshi bilaylik, bilmagan narsaga aralashmaylik. Allah subhanahu wa taala hamma ishning xayrligini qilishini nasib etsin. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Allohga emanet.